Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Sevimli futbol kanalida o'zbek futboliga oid eng so'nggi yangiliklar. Bir necha kun avval O'zbekiston yoshlar terma jamoasi a'zolari Sadriddin Hasanov va Sayfiddin Sodiqov Portugaliyaning Braga klubiga o'tayotgani haqida xabar bergan edik. Kuni kecha Braga klubi har ikkala futbolchi transferini rasman e'lon qildi. Transfer market ma'lumotiga ko'ra, Sayfiddin Sodiqov erkin agent maqomida yangi jamoasi safiga borib qo'shilgan bo'lsa, Sadriddin Hasanov transferidan bunyodkor 150 ming yevro ishlab oldi. Futbolchilar endilikda Braganing yoshlar jamoasi tarkibida harakat qiladi va o'zini yaxshi tomondan namoyish eta olganlar asosiy jamoa safida harakat qiladi. Ma'lumot uchun, Sayfiddin Sodiqov chap qanot, Sadriddin Hasanov o'ng qanot hujumkor yarim himoyasi ampluasida harakat qiladi. O'zbekiston milliy terma jamoasiga nomzod hujumchi Sherzod Temirov yangi mavsumni ham Iroq chempionatida o'tkazadi. Hujumchi Iroqning Zaho klubi bilan 2 yillik shartnoma imzoladi. Eslatib o'tamiz, 27 yoshli hujumchi o'tgan mavsum Iroq chempionatida Arbil safida 32 uchrashuvda maydonga tushib, 28 gol urgan holda chempionat to'purari bo'lgan Sherzod Temirovning o'tgan mavsum 3-o'rinni egallagan jamoani 9-o'rinni egallagan jamoaga almashtirishining asosiy sababi moliyaviy tomondan Arbilning qiyin holatda ekani bo'lishi mumkin. Mavsumning ikkinchi qismiga jiddiy tayyorgarlik ko'rayotgan Qizilqum jamoasi tarkibda ham o'zgarishlarni amalga oshirmoqda. Faoliyati davomida 200 dan ortiq bellashuvda maydonga tushib, 30 dan ortiq gollar kiritgan serbiyalik tajribali hujumchi Luka Ratkovich mavsum yakunigacha Qizilqum klubi sharafini himoya qiladi. Yana bir ma'lumot, 29 yoshli hujumchi Ratkovich faoliyati davomida Serbiya 1-ligasi to'purari ham bo'lgan. Shuningdek, Shohruz Norxonov va Asror G'ofurov Qizilqum bilan tuzilgan shartnomasini bekor qilgan. Surxon klubi Superliga 1-davrasi kashfiyotiga aylangan nigeriyalik hujumchi Stefan Chinedu bilan tuzilgan shartnomani 2027-yil yakuniga qadar uzaytirdi va bu mavsum oxirigacha Paxtakorga ijaraga berib yubordi. 26 yoshli hujumchi Surxon tarkibida yil boshidan beri 14 o'yinda maydonga tushib 10 ta gol urgan. Bundan tashqari 20 yoshli hujumchi Dilshod Sharafiddinov Neftchidan Paxtakorga o'tdi. Temur Kapadze boshchiligidagi Navbahor bir necha kun avval tarkibini Qirg'iziston terma jamoasi hujumchisi Joel Kojo bilan to'ldirgan edi. Ma'lumotlarga ko'ra, Kapadzening sobiq shogirdi Jasur Jaloliddinov ham tez orada namanganliklar tarkibiga borib qo'shiladi. Dinamo klubi ham mavsumning ikkinchi qismi oldidan tarkibini kuchaytirish ishlarini davom ettirmoqda. Klub yozgi transfer oynasida Gvineyalik yarim himoyachi Amadou Dumbiyani o'z safiga qo'shib olganini ma'lum qildi. Dinamo va Dumbiya o'rtasida 2026-yilgi mavsum yakunigacha shartnoma imzolandi. Erkin agent sifatida qo'shilgan yarim himoyachi Dinamo safiga jamoa Issiqko'ldan Samarqandga qaytgach qo'shiladi. 23 yoshli Winger faoliyatini Shvetsiyaning Yurgerdon klubida boshlagan bo'lsa, 2023-yillarda Bolgariyaning Botev Plovdiv klubida to'p surgan. So'nggi 2 yil davomida esa Qozog'istonning yetakchi klublaridan biri Aktobe sharafini himoya qilgan. Bundan tashqari, 38 yoshli yarim himoyachi Marko Stanoyevich Dinamoga qaytdi. Hozircha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizdan uzoqlashmang, ko'rishguncha salomat bo'ling.